Assalomu alaykum hurmatli Begus kanalining obunachilari. Molga o'tim tugab qoldi. Qaytdan silyos olsamikin, qanchadan bo'layaptikin deb kuzatayotgan aka-ukalarga. Akalar sizlar uchun arzon joydan topib qo'ydik. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Yuzlar mahallasida aka-ukalar. Telefon nomerlarini ekran ostiga qo'yib qo'yamiz. Bog'lanib o'zingizlar savdosini qilishingiz mumkin. Oktyabr oyida o'rilgan bu silyosimiz akalar Makka sutidan ajralgan paytda o'rilgan, o'ta ham go'zal holatda. Mana shu ko'rib turganinglar qopiga 18 ming so'mdan, mana shu joyida o'zingizlar qoplab olib kelsalaringiz 18 ming so'mdan, agar qoplab jo'natsin desalaringiz 20 ming so'mdan akalar qopiga sotiladi. Silyosimiz 10 tonna ko'milgan. Kimga qiziq bo'lsa, bog'lanaverasizlar nomerlariga. Mana silyosimiz turgan holati akalar. O'ta ham zo'r holatda turibdi. Shunday olib borasizlarda tuzni sepib, kepayni sepib, novvos bo'lsa novvosga, sigir bo'lsa sigirga beraverasizlar akalar. Ayrim silyoslarga o'xshagan haliga bir nima deydi, chirigan netgan emas, go'zal holatda turibdi silyosimiz. O'zimizga qarashli, o'zimiz ukamizni silyosi ishonarliligi uchun men sizlarga tavsiya qilyapman. O'zingizlar ko'rib, kelib, xolasalar ustida kelishib, gaplashib, savdosini qilaverasizlar akalar.